Agar esingizda bo'lsa, o'qituvchini behurmat qilinishi haqida gapirgan edim. U videoga izohlar ijobiy bo'lgan. To'g'ri aytasiz, hozirgi bola betarbiya bo'lib ketgan, ota-onalar tarbiya bermayapti deyishdi. Lekin tan oling. Qars ikki qo'ldan chiqadi. O'qituvchi bo'la turib o'quvchiga baqirish bu tarbiya emas. Urish bu odobdan emas. Dars o'rgatish bahonasida o'quvchi qiz bilan sevishish, oho, bu jinoyat. Qaytaraman. Bu jinoyat. 2022-yil O'zbekistonda xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi orqali o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, har 7 o'quvchidan biri o'zini maktabda xavfsiz his qilmaydi va zo'ravonlik yoki bezorilik guvohiga aylangan. O'quvchilarning yomon gaplarni tarqatishi 21%. Maktab hududida boshqa o'quvchilar bilan urushishi 17%. Boshqa bolalar tomonidan kamsitilishi 16%. 2023-yilning 6-oyida 16 yoshga to'lmaganlarga nisbatan jinsiy tajovuz bilan bog'liq ishlar uchun 257 nafar shaxs sudlangan. Jadidchilik harakatlarining yetakchi vakili bo'lgan Avloniy o'zining Turkiy Guliston yoxud Axloq asarida ta'limda axloqiy tarbiyaning ahamiyati haqida ta'kidlagan. Avloniy o'z davrida maktablarda jismoniy jazolashga qarshi chiqqan va bu borada islohotlar olib borgan. Ayb faqat maktabda emas, ayb butun tizimda. Agar siz jim turaversangiz, bu narsa davom etaveradi. Endi savol: siz qachon gapirasiz? Ertagami? Yoki navbat aylanib kelib sizni farzandingizga yetib kelgandami? Sog' bo'ling.